Tezkor xabar: Toshkentdagi xususiy klinikada reklama evaziga liposaksiya qildirgan bloger Komila Abduqodirovada operatsiyadan so'ng nekroz yuzaga keldi. Azizlar, ushbu muhim xabarni oxirigacha tomosha qiling. Instagramda kokosh taxallusi bilan vayllar suratga oladigan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi xususiy klinikada liposaksiya va abdominoplastika amaliyotini boshdan kechirgandan so'ng operatsiya asoratlari bilan kurashmoqda. Men 3-mart kuni abdominoplastika va liposaksiya operatsiyalarini qildirgandim. Shu bilan 25 kundan buyon yotibman. Operatsiyaning ertasi kuni qornimdagi qora dog'ni ko'rib, shifokordan bu nima deb so'rasam, gematoma deb javob berishdi. Ya'ni qontalash bo'lib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan oradan 25 kun o'tdi, lekin qora dog' ketmadi. Shundan so'ng xavotirlanib, boshqa doktorlarga murojaat qildim. Ular esa bu nekroz zudlik bilan qarating deyishdi. Keyin men bularga aytib janjal qilganimdan so'ng e'tibor qaratishdi. Qora joyini olib tashlanglar dedim. U narsa olib tashlangandan keyin hozir qornim ochilib yotibdi. Meni apparatga ulab qo'yishgan. Sizlardan iltimosim, bu klinikaga umuman kelmanglar. Meni operatsiya qilgan bola 2002-yilda tug'ilgan, hujjat ham yo'q ekan. U hali talaba, operatsiya xonasiga umuman kirishi mumkin emas ekan. Qo'pol qilib aytganda, ular qassoblik qilishdi. Bu klinikaga qo'lingizni bog'latish uchun ham kelmang, deydi Komila Abduqodirova. Med konsultant xususiy klinikasi tomonidan berilgan ma'lumotlarda Komila Abduqodirovaga qorin teri osti yog' qavatini naychalash, ya'ni liposaksiya, abdominoplastika amaliyoti bepul o'tkazilgani qayd etilgan. Amaliyotdan keyingi davolanish jarayonida bemorga berilgan tavsiyalarga ko'ra ko'chaga chiqmaslik, mashina haydamaslik, energetik ichimliklar ichmaslik tavsiyalariga rioya qilmasligi oqibatida jarohat sohasida yallig'lanish va terida taxminan 5-6 santimetrli to'qima nekrozi yuzaga keldi. Shundan so'ng bemorga amaliyotdan keyingi nekroz to'qimalarni olib tashlash va yaraga manfiy bosimli davolash tizimi qo'yildi, deyiladi ma'lumotnomada. Komila Abduqodirovaning yaqinlari uni Turkiyaga olib ketib, o'sha yerda davolatish choralari ko'rilayotganini aytmoqda. Kokosh Instagramda 455 ming obunachiga ega. U asosan kulgili vayllar suratga oladi. 2024-yilning dekabr oyida xuddi shunday amaliyotni boshdan kechirgan aktrisa Halima Ibragimova teri bitmasligi oqibatida vafot etgandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi.